Assalomu alaykum Bekanjon kuzatuvchilari. Hozirgi kunda biz Leap Motor C1101 va hamma mashinalar haqida ma'lumot yuritamiz. Narxlar haqida ham albatta. Narxlar oldingiga qaraganda biroz arzonroq bo'ldi. Xudo xolasa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ushbu mashinalardan biri sizniki bo'lishi mumkin. Do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, barcha turdagi Leap Motor avtomobillarimiz hammasi nalichada sotuvda mavjud. Xohlasanglar C16 elektr, xohlasanglar C16 gibrid, C10 gibrid elektr, C01 elektr gibrid har xil pozitsiyalari albatta bizda nalichada sotuvda mavjud. Hozir qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Nalichada bor mashinalarimizni 2025-yil Smart dopussaligi 580 km masofani bosib o'tadigan elektr mashinamiz. Usti shunaqa chiroyli rangda, ichki salonlari fioletviy. Ruskasi garantiya 3 yil hamma narsasi bilan birgalikda rasmiy dilerdan xarid qilsanglar bo'ladi. Mana ichki salon holatlari hamma narsasi bilan birgalikda 28800 ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling va xarid qilishga ulgurib qoling. Bez ramshnoyda slipoy zona hamma narsasi bor. Oq rangi ham bor, bunaqa rangi ham bor, qorasi ham nalichada bor. Xo'p do'stlar, navbatda ko'rsatib o'tamiz. Xuddi shu rangda 2024-yil bunda massaj yo'q. Bunusida massajlari ham bor. Xo'p, C01 birinchi pozitsiyasi 24800 yana kelishadigan joyi bor. Normal skidka qilib beraman. Xudo xolasa ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar. Bunusida oldida sensor datchiklar bo'lmaydi. Ruchkasi elektron tashqari borti chiqmaydi. Panoramasi bo'lmaydi, lekin ichki salonlari juda ham idealli. Yoshi katta otaxonlar uchun bemalol shunaqasini xarid qilsa bo'ladi. Quyosh tepadan o'tkazib yubormaydi. Oynalar zavodskiy tarzda qoraytirilgan bo'ladi. Bagajimiz elektropaket bo'lmaydi, shunisi bor. Mana elektropaket emas, lekin zaryadniy polik ruskasi 3 yil garantiya yoki 120 km hamma narsasini o'zimiz qilib beramiz. Xudo xolasa poligonlarga olib borib kelish ham o'zimizning hisobimizdan bo'ladi. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilinglar va navbatdagi mashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu 525 km birinchi pozitsiyasi. Sion ham xuddi shunaqa birinchi pozitsiyasidan mavjud. Shu mashinamizda ham panoramasi yo'q, xuddi 01 qanday bo'lsa, Sion ham xuddi shunday. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bularda ham 360 kameralar bor. Slipoy zona yo'q, chunki oldida sensor datchiklarimiz mavjud emas. Bunisi narxini 25800, mana tomlari panoramasiz, oranjiy salon, ruskasi bor, hamma narsasi bilan birgalikda. Bonuslarni ham tonirovkalarni qilib beramiz. Qanaqa tonirovkasi qolib ketmaydi. Barcha mashinamizga bagajimiz elektropaket emas, mana bu komfort dopussaligi, lekin zaryadniy polik hamma narsasini qo'shib beramiz. Ruchlari, hamma narsa davlat sistemalari ham juda ham sifatli darajada ishlaydi. Bu mashinamiz faqat elektri, buni gibrid ham mavjud. 27800 ga gibridni olsanglar bo'ladi. 25800 ga ushbu modelni olsanglar bo'ladi. 27800 ga bundan fullini olsanglar bo'ladi. Lekin akalar, bitta narsani aytib o'taman. Ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilish esdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Mashinangizni naqd kredit xohlagan usulda xarid qilsanglar bo'ladi. Mayt desa yashil rangisi mavjud. Yashil rangingiz ham juda ham chiroyli, juda qimmat sotilgan vaqtida hozirgi kunda 31,5 deyapmiz. Gibrid full komplektatsiya deganisi, faqat lidar yo'q. Shunday lidarlarni ham bilan o'rnatsalar bo'ladi. Bonusiga bizdan oladigan bo'lsanglar bitta kalit qo'shib beramiz. Lekin ko'pchilikda faqat NFC kartani o'zi bilan beradi. Biz sizga pult bilan qo'shib beramiz. Xudo xolasa mashinamizdan oranjiy, orqada monitorlari, tablolar pon ruskasi bo'lgan. Orqa tonirovkalar qilib beriladi. Xohlagan joylar, xudo xolasa xohlagan modellarda arzon narxlarda qilib beramiz. Bagajlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerdan hammasiniki bitta joydan ochiladi. 1200 km masofani bosib o'tadi. Mana yetkazib zaryadnigi, plus airbag, sunrooferlari hamma narsasi bor. Xo'p, bu yerda C01 full komplektatsiyadagi nalichada tayyor turibdi. Ushbu mashinamiz narxini sizlarga 27800 ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilib, skidkasi albatta bo'ladi. C01larimizni 24800 dan 28800 gacha bo'lgan holatdagi olsanglar bo'ladi. Ma'lumotlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu C10 da full komplektatsiyasi, bu C01 da full komplektatsiyasi. Mana oldida sensor datchiklar, diskalar o'zgartirilgan, ikosida ham
Bokovoy qismida slipoy zonalar juda ko'rayotgan bo'lsanglar qo'shilgan. Ichki salon ancha chiroylilashgan. Panorama qismi ham juda ham katta. Masajlari ham bor. Ushbu mashinamizda ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bez ramshnoni o'yinroq qoraytirilgan. Bagajlarni ham lift pack emas. Elektropaket holatda, lekin ochilib yopiladi. Bagaj soni ham 520 litrni tashkil etadi. Anchagina keng, bemalol yuklasalar bo'ladi. Bu Sion'da full komplektatsiyasi. Bu mashinamiz ham nalichada bor. Bu ham full komplektatsiyasida mana bagaj elektropaket bo'ladi. Prostoy payslarda ko'rayotgan bo'lsanglar, bor qora yasaydi. Bunda mana panoramalari bor. Bu ham tonirovka qilib beriladi. Buni shtorkasi ham bor. Pony panorama hamda shtorka ichki solotlari. C16 ni biroz kichraytirilgan varianti. Xudo xolasa bunda ham slipoy zonalarimiz hammasi bor ekan. Akalar ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qilib va shu mashinalar biri sizniki bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda C01da emas C16 ekan. Prostoyroq pozitsiyasi 28800 ligi. 28800 ushbu C16 ni xarid qilsalar bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsa bu C16 ham, narigi C16miz ham barchasi bir xil. Diskasi boshqacharoq, bu 21 diskada bo'ladi, full komplektatsiyasi. Prostoyga esa 20 diskada bo'ladi. Xullas akalar, ekranda ko'ringan raqamga qo'ng'iroq qiling va shu mashinalarni biri sizniki bo'lishi mumkin. Bizni uzoqlashmay, xudo xolasa yangilik bor. Lip motorimizni o'zimizni Sergelidagi Drivers ro'parasida joylashgan joyimizda o'zimizni rasmiy servisimiz ham ish faoliyatini boshladi. Servis ham ochildi. Xudo xolasa u yoqqa bor, bu yoqqa bor, bu servis bor degan narsalar yo'q. Endi o'zimizning servisimiz ham bor. Servisimiz haqida ham ma'lumot beramiz. Xudo xolasa hamma zapchastlar, moyni almashtiraman desam, boshqa narsasini almashtiraman desam, boshqa servisga yubormaymiz-da. U ham o'zimiz servis, faqat o'sha servisimizni bu oldimizga olib keldik. Chunki mashina qayerdan olasizlar? O'sha joyda servisga borishlar kerak bo'ladi. Shuning uchun biz o'zimiz avtomobilimizni o'zimiz remont qilishda boshladik va servis haqida ham birozdan keyingi videolarimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi.